36-savol. Metan va X gaz aralashmasidagi metanning massa ulushi 50%, mol ulushi 80% bo'lsa, X gazning molar massasini aniqlang. Xo'p. 36-savol. Metan bor, X noma'lum gaz bor. Metanning massa ulushi 50%, mol ulushi 80% bo'lsa, mol ulushi orqali ketamiz. Dastlabki aralashma xohlagancha mol olish mumkin. 10 mol olyapman, hisoblashga oson bo'lish uchun. Shundan 8 mol metanga tegishli bo'ladi, 2 mol noma'lum gazga. 1 mol metanning massasi 16 gram. 8 mol metanning massasini topsak, 128 gram bo'ladi. Massa ulushi 50% bo'lgani uchun qolgan 50% noma'lum gazga tegishli bo'ladi. Bu ham 128 gramga teng bo'ladi. Aralashmadagi massasi. Shunda 2 mol noma'lum gaz 128 gram bo'lsa, 1 mol noma'lum gaz qancha desak, 64 gram. To'g'ri javob 64 bo'lar ekan. 37-savol. X2 plus Y2 hosil bo'ladi XY birikma. Gamagan reaksiyada reagentlarning dastlabki konsentratsiyalari 4 va 6 mol litr, reaksiyaning o'rtacha tezligi 0.05 mol litr sekund bo'lsa, necha sekunddan keyin mahsulot konsentratsiyasi reagent konsentratsiyasidan 1,5 marta kam bo'ladi? Xo'p, reaksiyani yozib olamiz. X2 plus Y2 hosil bo'ladi XY birikma. Qo'yib olamiz. Dastlabki konsentratsiyalar X uchun 4, Y uchun 6, reaksiyaning tezligi 0.05 mol litr sekund. Endi X bilan Y ning ortib qolgan konsentratsiyasi hosil bo'lgan birikma, ya'ni XY dan 1,5 marta ko'p ekan. Shunda X sarflangani 1, Y ning sarflangani 1. X Y dan hosil bo'ladi, shunda 2. Bularni qanchadan sarflangani bilamiz, shuning uchun A bilan belgilab olyapmiz. A sarflansa, bundan ham A sarflanadi, bundan 2A hosil bo'ladi. Endi X bilan Y dastlab 10 mol litr ikkalasi yig'indisi. 10 mol litrdan ikkalasini sarflangan konsentratsiyasi 2A. Ayirib yuborsam shuni 2A ni. Ya'ni ortib qolgan X Y ni yig'indisi bu yerda. Hosil bo'lgan X Y 2A teng 1.5 ga. Ya'ni bu dastlabki X bilan Y ni ortib qolgan konsentratsiyalar yig'indisi. Bu 2A bo'lsa, hosil bo'lgan X Y birikma konsentratsiyasi. Shu tenglamani ishlasam, A ning qiymati 2 chiqyapti. Endi 2 bu sarflangan X sarflangan Y. Bizda 0.05 mol litr modda uchun 1 sekund vaqt sarflansa, 2 mol litr modda uchun qancha vaqt sarflanadi? 40 sekund. To'g'ri javob 40 bo'lar ekan.